Assalomualaikum, hurmatli obunachilar, yurtdoshlar. Bugun 6-iyun 2025-yil. Hammangizni bugungi Hayit bayrami bilan tabriklaymiz. Navbatda savdomiz Avtoshopdan 2006-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mashina bo'ldi do'stlar. Lyuks konditsioneri quruq zanglar ishlangan edi. Qolgan hammasi radnoy. Konditsionerni ishlab turibdi. 4 toza balon, metan 2023-yilda ishlab chiqarilgan, o'zining tisi halol yurgani 183 ming turibdi. Mashinamizdan xudo xolasa bilan Muxtor ukamiz kelgan ekan, burroq bir Tiko berdik. Tikoni xudo xolasa ullaytirib Matiz etib tabrikimiz bilan. Izollaysan. Davomiy. Endi xudo xolasa Captiva Malibu bo'lsin jo'ra. Mana pulti. Mashinani qaladingmi? Baholar ham normalmi yo'q? Podpisiya sekretlarimiz. Kelaverasizlar shu yerga bizlarga. Qayerga xizmatda yurgan. Rahmat. Top, hemşire yaxshi ko'ramiz aka. Xizmatingiz olsun. Izollaysan, xayrli davlat mas'ulasi. Kelaversa Avtoshop kunlarida xizmatdamiz. Qaychapdan bahasizlar 27 million so'm mahvol bo'ldi, shtirpol bo'ldi. Bizlarni bularni tadosimiz satamiz. Kelaversa xizmatdamiz. Bitta syomkada mana. Syomka cho'samasa yo'q deb bordi, deydi.